Ozish protsedurasi Munjara to'g'risida Directimga juda ham ko'p savollar kelmoqda. Bularga hozir hammasida bitta videoda javob berib o'tib ketaman. Juda ko'pchilik mijozlarimiz takror bergan savollarni hammasini yig'ilgan. O'shalardan birinchisini aytib o'taman. Munjara nechta olgandan keyin viz tashlayman, ya'ni nechta doza olgandan keyin degan savol juda ko'p kelyapti. Munjara preparatini asosan birinchi protsedurani o'zida odam organizmidagi отекlar chiqib ketadi. Har bitta odam organizmida suv miqdori ko'p bo'ladi. Buning natijasida shish holatlari yuz beradi. Birinchi protsedurani o'zida ob'yom ketadi. Vesdan emas, ob'yomdan ketadi. Demak, shakl ketadi, shakldan ketadi. Shakl kichiklashadi. Birinchi protsedurada shakl kichirayadi. Keyingi protseduralarda уже ves tashash, vazn tashash boshlanadi. Shunda o'rtacha nechta seans kerak bo'ladi, nechta doza? Hop, o'rtacha qilib aytganda 3 ta seans kerak bo'ladi. Birinchi natijani ko'rish uchun. Aha. Keyingi juda ko'p berilayotgan savollarimiz, misol uchun 10-15 kilogramm vez tashlash uchun qancha vaqt kerak va qancha doza kerak deb degan. Bu savol juda ko'p takrorlanyapti. 10 kg kimdir aytadi, kimdir 15 kilogramm, kimdir 12 kilogramm deydi, kimdir 8 kilogramm. O'sha hammasiga bitta qilib javob berib o'tib ketsangiz. 15 kilogramm vazn tashlash uchun, hop birinchi protsedurani shakl uchun chiqarib tashlaymiz. Ikkinchi protseduradan hammada har xil, ba'zilarda 2 kilogramm, ba'zilarda 5 kilogramm, ba'zilarda 1 kilogramm vez ketadi. Buni sababi nima? Hamma odamda yog' to'qimalari ba'zilarda yengil bo'ladi, ba'zilarda qattiq bo'ladi. Qattiq yog' to'qimalarini eritish uchun qattiq bosim kerak. Shuning uchun birinchi haftada olinayotgan dozirovkani kuzatiladi va shundan kelib chiqib yo doza ko'tariladi yoki o'sha holatda qoladi. Bu taxminan vaqti 15 kilogramm uchun 5 ta seans deb belgilasak bo'ladi. Taxminan. Ba'zilarda lekin 4 ta, 3 ta seans ham yetadi ba'zi odamlarda. Eng ko'p oladigan holati bu 5 ta seans, 15 kilogramm vez uchun. Demak, maksimal holati 5 ta seans, minimal holati 3 ta seans. Endi savol, seanslar oralig'idagi vaqt qancha? Bir seans uchun qancha kun kerak? Bir haftada bir marta qilinadi. Demak, bir seansimizga bir hafta vaqt ketadi. Bitta seansimiz bir haftaga yetadi. Tushunarli. Shunda oddiy matematika qilib hisoblaganimizda maksimal holatda, ya'ni injiq organizm uchun 5 ta seansda vaqti 5 hafta, o'rtacha organizm, moslashuvchan organizm uchun 3 ta seans ketar ekan, ya'ni 3 hafta. Shundan kelib chiqib, xulosa 3 haftadan 5 haftaga demak 15 kilogramm vezni tashlash mumkin ekan. Shunaqa. Maslahatlarga to'g'ri rioya qilgan holda. Albatta, bu juda ham muhim hisoblanadi. Munjarani oldim, bo'ldi, bemalol yotsam bo'ladi, men yotgan joyimda ozib qolaman degan narsa yo'q. Chunki har bitta organizmda yog' to'qimani bu eritadi, shakar miqdorini kamaytiradi, insulinni to'g'irlaydi. Yog' erigandan keyin uni qaysidir yo'l bilan organizm chiqarib tashlash kerak. Asosan organizm erigan yog' to'qimalarini muskulga otib beradi. Muskulga otib bergan hisobiga uni harakat bilan chiqarib tashlash kerak. Harakat bilan agarda chiqarib tashlanmasa, u yana o'zini joyiga borib qotadi. Yana qotadi. Bu обязательно harakat muhim narsa. Shu o'rinda birinchi maslahatingiz, eng muhim maslahatingiz ko'proq harakat qilish kerak. Munjara olganlar. To'ppa-to'g'ri. Keyin yana keyingi savol, ko'pchilik munjara olganlar parhez qilishim kerak ekan deb tushunib qolishyapti-da, noto'g'ri o'ylashib qolishyapti. Shunga sizni qanaqa tavsiyangiz bor? Munjara preparati o'zi ishtahani bloklab beradi, kamaytirib beradi. Bu degani umuman ovqat yemay qo'yish kerak degani emas. Albatta yeyish kerak. Qanaqa? To'g'ri tartibda oqsilga boy, qaynatilgan tuxum, bodring, brokoli, mana shunaqa parhezli ovqatlar. Bu agarda umuman ovqat yemay qo'ysa, обязательно gemoglobin tushib ketadi, oshqozon gastritini keltirib chiqaradi va turli xil boshqa kasalliklar ham kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun yeyish kerak, faqat o'zini normasida. Demak, ovqatlanish tartibida har doimgi ovqatlanish retsepti o'z vaqtida bo'lishi kerak, oqsilga boy ovqatlar yeyish kerak. Vaznga ta'sir qiluvchi, misol uchun fast foodlar deymizmi, o'shanaqa ovqatlardan faqat cheklanish kerakdan keyin o'zimizning milliy taomlar o'sha har doimgi rejimda ketish. Nafaqat fast food, xamirli ovqatlarni kechki payt yeyish, iste'mol qilish umuman mumkin emas. Nafaqat munjara olgan odamlar uchun, balkim olmagan odamlar uchun ham xamirli ovqatlarni kechki payt iste'mol qilish bu organizm uchun xavfli. Chunki hazm qilish jarayoni sekin. Buni natijasida обязательно отекlar, shishlar, hazm qilish jarayoni sekin hisobiga oshqozondagi turli xil muammolar ham keltirib chiqishi mumkin. Demak, navbatdagi juda ko'plab beriladigan savol bu narx masalasida. Ya'ni ko'p mijozlarimiz narxida adashishyapti. Misol uchun bir seansda kimdir 8 ming tushunib olishyapti, 70 dollar yoki 80 dollar yoki hamma seansda 80 dollar deb tushunib olishayotganlar bor. O'shanga umumiy qilib bitta javob berib o'tib ketsangiz, narxini va seanslar vaqtini. Xo'p. Umumiy seans narxini oladigan bo'lsak, 2,5 dozasini skidkaga qo'yganmiz. 8 ming so'm miqdorda belgilaganmiz. Xo'p, dozaga qarab bu narx ham oshadi. Bu 8 ming so'm bitta seans narxi.
5 ta yo 6 ta seans narxi emas, bitta seans narxi. Munjara preparatining o'zi qimmat preparat hisoblanadi. Chet el davlatlaridan kirib kelganiga, aynan Amerika mahsuloti, men ishlatayotganim buni bor, Koreyaniki bor, Misrniki bor, Indiyaniki bor, boshqa davlatlarniki ham bor. Eng samarasini yaxshi ko'rganim Amerikaniki bo'lgan. Amerika boshqalarga qaraganda albatta qimmatroq yuradi. Demak, Amerika mahsuloti munjarani ishlatasiz, uni samaradorligi boshqa davlatlarga qaraganda ancha yuqori demak. Ancha yuqori. Tushunarli. Shunda narxi bitta seansimiz narxi chegirmada 800 ming ekan va boshida vaqtini hisobga qilgan edik. 5 seans 5 hafta degandik, a? Demak, 5 haftada 5 ta seans, har bir seans eng kam 2,5 doza bo'ladigan bo'lsa 8 mingdan to'g'ri kelar ekan. Har bitta seansini shunaqa to'g'ri keladi. Tushunarli. Demak, qolganida o'z mijozlarimiz o'zlari hisobga qila olishadi, to'g'rimi? To'g'ri. Navbatdagi savolimiz, bu ham juda dolzarb savol, bu ham keldi. Ya'ni homilador opa-singillarimiz homiladorlikdan keyin vazn olish juda ham oshib ketadi. O'shanda homiladorlikdan keyin ortiqcha vaznga munjara olish zararlimi, zararsizmi? Shunga qanaqa tavsiya berasiz? Avvalambor homiladorlik holatida munjarani o'zi mumkin emas. Homiladorlik holatida aziz ayollarimiz va farzandlarini dunyoga keltirgandan keyin emizish holatlari bo'ladi. Emiziklik holatlarida ham mumkin emas. Agarda farzandini dunyoga keltirib, farzandini sun'iy yo'l bilan ovqatlantirayotgan bo'lsa, ya'ni emiziklik bo'lmasa, munjara olishsa bo'ladi, qachonki kesarva yo'l bilan tug'magan bo'lsa. Tabiiy yo'l bilan farzandini dunyoga keltirgan bo'lsa, munjara olsa bo'ladi. Xohlaymizmi yo'qmi, har bitta ayolda organizmda shish holatlari bo'ladi. Bu homiladorlikdan keyingi atyoq hisoblanadi. Ayol kishi farzand ko'tarib 9 oy farzandini ko'tarib yurganda ichki organizmlarda ezilish holatlari bo'ladi. O'sha paytda tanada ham shish holatlari yuz beradi. Bu holatlar ya'ni atyoq hisoblanadi, munjara yordam beradi. Qachonki emiziklik bo'lmasa. Tushunarli. Demak, homilador ayollarimizga mumkin emas. Homiladorlikdan keyin emizikli bo'lmasa, mumkin. Emizikli bo'lsa mumkin emas. Emizikli ayollarimiz uchun mumkin emas. Tushunarli. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Munjara yana kimlarga mumkin emas? Oshqozon gastriti borlar uchun ham mumkin emas. Insulin miqdori past bo'lgan odamlarimiz uchun ham mumkin emas. Va eng asosiysi tanasida faol o'suvchi o'smalar bo'lsa, ularga ham mumkin emas. Ularga chunki immunitet juda ham muhim hisoblanadi. Immunitet qancha tushib ketgan sari tanadagi faol o'sma shuncha faollashib o'sadi. Shuning uchun ularga ovqat ko'proq yeyish kerak, vitamin ko'proq talab qilinishi kerak. Bu munjara ishtahani bloklagan hisobiga ular unaqa ko'p yeya olmaydi. Shuning uchun mumkin emas tanasida faol o'smasi borlar uchun. Tushunarli. Shu bilan barcha mijozlarimiz savollariga to'liq va batafsil javob berganingiz uchun sizga alohida tashakkur. Vaqt ayirmaganingiz uchun ham. Siz bilan doktor kosmetolog Saodat bo'ldi.